Bu hayot bilan hayot mamot jangi bo'ladi. Mana kechqurun pishak maynan balasini qaydan bilsam ushlab kelgan. Qo'lidan tortib olaman desam, o'sha baribir yarador qilgan o'lib qoladi baribir. O'sha pishaklarda instinkt borda, bular tigrni nimasi borda bularda ham. Bechora. Ucholmaykan. Meshek, nima qilding uni? Ha? Meshek. Nimaga maynan balasini ko'tarib kelding? Bu ham hayot uchun kurashyapti. Lekin bilmayman aynan qayerdan buni uyini topdi. Bizlar hovlimizda yo'q lekin. Maynan uyi. Bularda shunaqa instinkt ovlagan narsasi bilan o'ynashib o'ldiradi. Meshek. Pis 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 pis. Ona g'ar. Okey. Onajon. Karot tagiga tiqib tashla. Pişt. Pusht. Pişt. Ke jonavar. Ke. Azob bermaganmi seni? Voy onajon. Mushchami maynani balasi? Mayna bu. Meshek. Seni biri. Sen uyun qayda edi? Qaydan ushladi seni? Canavar. Hozir seni tepaga qo'yganman, bar tushib ketasan. Mana. Meshek. Nima qilasan bu jondorlar jonsiz qilib? Ko'zini qara, yonyapti. Nima qilsak buni? Lekin yara qilmagan, yarador qilmagan. Qaydan ushladi seni? Hech joyini yarador qilmagan. Ketma lekin. Agar uchsang o'z qo'limdan bari pishak yema bo'lasa. Uchma. Maynani bachasi. Uchma. Qani enang bo'lsak seni enangni qo'liga topshirsa. Lekin qaydan ushlab keldi bu? Canavar. Yavoy hayvon bo'lgani bilan bilyapti. Qo'limda turibdi. O'lmaslik uchun